Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalal Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlı kitabıdan bugün Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'niki tarihinin nivahını sözügen dersine nispeten en ahırkı dersini sözleyemez. Hem de Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nun tarihini sözlep bulab en ahırda Jalal Suyuti umumi menfaatlanış, faydalanış için bizge bir acayip kızıqarlıq hem ma'nilik bo'lgan bir mazmunu sunuptu. O bosma öz zamanısındaki en yegana adamları deb. Yani öz zamanısındaki en yegana adamları dedi. Bular kimler desek, mesela Hafiz İmam Zahabi rahmetullahi aleyhinki özünün yazgan xati bilan ko'rgan edim deydi Jalal Suyuti. Öz zamanısında şu öz bilgen pennin en yetuk adamları tövendikçe. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu nesep ilmida öz zamanısından yeganisi edi dedi. Yani bu nesep ilmida dediğimiz mesela bu bir tarih ilminiki bir kısmı. Palani desep palan kabilde, palan cemaatinde şunu yadığı dep biraleydigan. Bu Araplardan ait keng meşhur bo'lgan ilim bu nesep ilmi. Bu kabilvazlık yani kabillerdeki cemaatlerindeki tarihini biliş bu Araplarda bek meşhur. Şu Arapların içinde en nesep ilmini en yaxshi biladigan adam Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Bu ayette isil ilimlarniki biri. Yani şu cemaatni qo'g'daydigan, şu qabilni qo'g'daydigan, şunu kimligini qo'g'daydigan, şu vatanni qo'g'daydiganga şu odamniki shaxsiyati, kimligi ma'lum bo'lishi kerak endi. Ömür ibn Hattab bo'lsa Allohning buyrug'ini ijro qilishda, shu yerda kuchli turishda o'z zamonisining yeganisi edi. Osmon ibn Affan hayoda o'z zamonisining yeganisi edi deydi. Ali radhiyallohu anhu sud masalalarida mahir, istidatlı kişi bulup şu zamanısındaki yeganisi edi. Ubey ibn Ka'b olsa qiraat ilmida, Zeyd ibn Sabit miras ilmida, Abi Ubayd ibn Jarrah amanet babida, İbn Abbas tefsir ilmida, Ebu Zerr el-Gıfari degan sahabe sözünün rastçıl bo'lishida, yani kalbi, dili ve tili o'xshash bo'lgan. Halid ibn Velid şicaatda tangdish yok, öz zamanısındaki yeganlari edi deydi. Hem de Hasanul Basri bu adam vaz nasihatda öz zamanısının yeganisi ekan. Yani jürkiden chiqadigan söz adamning jürkiga boradigan. Vahb ibn Munabbah degan qissa, tarix, hikoyadan aytib öz zamanısının yeganisi ekan. Ibn Sirin bo'lsa tushda bir ait mahir olimlarniki biri. Bu da hatta meşhur kitabı var, hazır kadar bu kitap. İmam Nafi bo'lsa qiraat ilmida öz zamanısının yeganisi. Ebu Hanif rahmetullahi aleyh İmam-ı Azam fiqh ilmida öz zamanısının yeganisi. Mezmun süzüş fiqh münasebeti babda. İbn İshaq Peygamberimizin tercümalı, sahabenin tercümalı münasebet ilimde bu adam öz zamanısının yeganisi. Öz zamanısının hepsi hazır mı hem de? Şu devrinin. Muqatil degan adam tefsir ilminin da tavil deymiz. Tefsirini tushunish, Qur'onni tushunish babda öz zamanısının yeganisi edi. Kelbi degan olim bo'lsa, İmam Kelbi Qur'on qissasi, Qur'onning qissalarini tushunishda öz zamanısının yeganisi edi deydi. Halil degan odam shu shariat ilmida nihoyatda mashhur. Shu shariat ilminiki shu qafiya qilibini uruz deymiz. Şu ilimde meşhurda. Huzayl ibn Iyas İslam tarixidagi nihoyat meşhur zahid taqvo adamlarning biri. Bu adam şu Endülüs tarafda dunyoga kelgan. Bu ibodat babida zamonasining yeganisi. İmam Sibaviy bu adam grammatika ilmida nihoyat meşhur. Endi Malik ilmda deydi. İmam Malik rahmetullahi alayh Medinadagi olim ayni vaqtdagi. İmam Şafii hadis fiqhisida hadisni qanday tushunishda İmam Şafii öz zamonisining yeganisi. Ebu Ubayd g'arib, ya'ni yot lug'atlar yoki xom so'zlarni bilishda nihoyatda mashhur. Ali ibn Madini bu İmam Buxoriyning ustozlaridan bo'ldi. Ilal
yani ilal ilmida, yani şu hadis ilmideki ayet nuqsonlarni tepishdan ayeti meşhur. Yahya ibn Ma'in bu adam ilmi rical deymiz, sanat ilmim deb qo'ymaymiz. Bu şu hadisni rivoyat qilgan har bir rivoyat qiluvchiniki tektakdan bilishda eng mashhur o'z zamonasining yeganisi. Abu Tamam degan olim bu shariat ilmida mashhur ekan. Ahmad ibn Hanbal sunnatda, yani sunnatni ijro qilishda, sunnatni tushunishda, sunnatni bilishda o'z zamonisiniki yeganisi. Bu ahli sunna vel cemaatniki imamı deb atalgan olimlarniki biri. Bu Qur'onni maxluq demse dememse degan mazmunda 3 xalifiniki zamonisini beshidan ko'chirgan bütün olimlar shu vaqtida zulmdan qo'rqib yoki xalifaning qamchisidan qo'rqib Qur'onni tilida maxluq deb dilida e'tirof qilmagan bo'lsa, bu odam ham tilida ham dilida Qur'on Allohning so'zi maxluq emas deb o'zining hayotini mush yo'lda qurbon qilib, qamchilarni yeb, shunchalar zulmlarni tasimi bu odam oxirgi tiniqchilik bo'lsa deganmagan. Shunga buni ahli sunna vel jamoatniki imomi deb qaragan. Bu odam mushu so'zi orqali Qur'onning Allohning so'zi ekanligini saqlab qolgan birdan-bir ahli sunna olimlarniki biri. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi endi sahih obrazchilikda, ya'ni bunda degani, mesela hadislarning sahih hadislarniki qaysi nuqtadan sahih, nimishqa sahih degan mazmunlardan aytdi, yaxshi o'z zamonisiniki yeganisi edi. Junayd al-Bag'dadi bu adam tasavvuf ilmida, tasavvuf ilmidagi eng mashhur olimlarniki biri Junayd Bag'dadi. Bu adam Iroqda o'tgan eng mashhur zohid, tasavvuf ahliniki peshvolari bo'ldi bu adam. Ondan başqa Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, bu Marvada o'tgan bu Türkmen olimlarning bir ixtilof ilmida, ya'ni ulamolar qarsizki yoki fiqhshunoslar qarsizki xilma-xil ko'z qarashlar, ya'ni ixtiloflarni bilishda, tushunishda mushadam eng mashhur o'z zamonisiniki yeganisi. Hamda Jubai, bu Jubai hamda Ebu Ali Jubai deymiz, ismi Muhammed, o'zi Xurosonlik tiga, lekin shu Basrda yashagan, Basr degan hozir Iroq shahrida. Ayni vaqtdagi shu Mu'taziliya islom firqalarining ichidagi Mu'taziliya firqasiniki eng peshvosi. Bu mazmunda Mu'taziliya aqidasi, Mu'taziliya mazhabi yo'lida asosan birinchi darajalik shu mazhabniki olimlari ichida eng mashhur shu mazhabning podshosi bo'ladi. Bu adam Hijriya 303 miladiya 916 da dunyodan ketgan. Ashari aqidasiga Abul Hasan Ashari bilan ait nurg'on munozirlar bo'lgan. Bu odamning mujih kitoblari va eng mashhur kitoblardan hozir islom dunyosida Usul nomli kitobi. Mush kitobi eng mashhur. Bu islom fiqhshunoslikniki asosiy qoidaviy kitoblarning biri hamda. Hamda ilmi kalom meselesinde hamda eng o'z davridagi yegona olimlardan va bugunga qadar bütün ilmi kalom ilmidagi eng mashhur olimlar yoki shu ulni asosini yaratgan eng katta olimlardan Abul Hasan al-Ashari. Abul Hasan al-Ashari bu kishiniki nasibi Abu Musa al-Ashari degan sahobaga tutishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalardan. Bu kishi o'ziniki davrdan aytib nurg'un davrlarning başına o'tkazgan. Ya'ni fikri o'zining kallasi bilan o'zligi bilan bir fikr ixtilof bo'lganda, bu odamning ustozi bayatimiz deb o'tgan Ali Jubai degan ustoz bo'ladi. Mu'tazila aqidasi yashagan, kim bu aqidadan o'zi ayrim fikrni o'ttirib qo'yib, Ashari aqidasini o'ttirib chiqargan. Endi Ashari aqidasini o'ttirib chiqarishda shu davrniki, masalan, Shialar bo'lsin, yoki dinsizlar bo'lsin, shular qarshi dadil qadam bilan jihodiy rolni o'ynagan qalami bilan, fikri bilan o'ziniki qodir javob kalomining o'tkirligi tufaylidan bu odamni ham shu vaqtida ahli kalom, ya'ni ilm kalomniki eng katta ustozlardan, buyuklardan deyishki bo'ldi. Bu adamniki ustozlarning hamma mazhabda bo'lgan shu Hanifiylarning ba'zisi bu Hanifiyati deydi, ba'zileri Şafiyati deydi. Hatta Maliki mezhebinin bu kısmı alimleri bu Malikiti deydi. Demek bu adam
ne to'g'ri bo'lsa, qaysi fikr to'g'ri deb qaragan bo'lsa, shu fikrni qabul qilib, mazhab tanlab bakmagan o'zinki o ustoz o'qishda. Yani bu adam hem de şu bugün günlük Maliki mezhebiniki, Şafii mezhebiniki, şu kalam ilmideki, akid ilmideki en çoğun ustazlardan oldu. Allah rahmet kılsın. Keyingi devirlerde hem de şu selef akidesiga, sahabelar devirdeki şu ilmi kalamsız akid tarafga qaytgan deyildi. Bu adamniki tushunchalarimi o'z davridagi bir zamonning fikr talabi hamda. Hamda ilmi kalamniki munosabati hamda ikki narsaga bog'langanda birisi Qur'on hadisga, ya'ni ilmi kalamda masalan mantiq ilmi bilan boshlanib, masalan mantiqiy asosda tiklab ilmi kalamdagi fikrni buni Qur'on Karim va hadis rasullardan kuchlantirdi. Qur'ondan hukm ilib, yoki Qur'ondan dalil ilib, yoki hadisdan dalil ilib, shu mantiq usul qurilgan shu fikrni Qur'on hadis bilan mantiq asosida bog'lab turib, şu arqılıq, şu devirdeki dinsizliğe, kafirliğe reddiye birdi. Şonlaşqa hem de ilmi kalam bilen şu mantiq ilmindeki münasebeti bir-birinden ayırıp qarğılı bolmaydı bu ne? Şu her qandaq bir ilmi kalam meselesi şu mantiq ilmi asasida tüzülgen boludu hem de. Şuna İmam Gazali rahmetullahi aleyh el-mantiq mi'yarul ulum degan. Yani bütün ilimlardaki ölçümü mizanı mantiq degan. Demek ilmi kalam meselesinde Ebu'l Hasan Eş'ari'den keyin İmam Gazali ile, İmam Cüveyni ile en nüfuzlu peşvalardan buldu bu pende. Bularni asasen şu ilmi kalamni asas qilgan vaqtda mantiq ilmini asas qilib, mantiq qismi tichligan hamda ilmi kalamda. Shunga ilmi kalam bilan mantiq ilmi bir-biridan qat'iy ayrilmaydi. Endi Muhammad ibn Zakariya ar-Razi degan adam bu hem de tibabat ilmideki meşhur öz zamanısındaki yiganlar hem de. Bu kişi bizdeki vatanimizga meşhur Ebu Bekir Razi degan alim şu. Bu tibabat ilmiyle meşhur bo'lgan hakimlerimiz zaten yaxshi biladi. Bu Ebu Bekir Razi ismiyle meşhur. Hicriye 250 yılı tug'ilib, Hicriye 311 yani miladiye 923 yılı ölüp ketgan. O'zi faylasuf, matematik öz devirdeki şu Müslüman faylasuflar qatoridir. Bu adamdaki en meşhur kitaplardan El-Havi degan kitap. Tibabat ilmideki en meşhur kamus deyishki bo'ldi. Şunu öyle meşhur hamda. Bu kişi yani bir Razi var. Bu Razi bilen ayrım farklı. O Razi Hicriye 6. asrın ahir 7. asırlarda ötken ona ait çok meşhur tefsirşünas. Ama ikisinin farkı var. İkisinin aralıkta 300 yıl farkı var. Bu ayrım, mav ayrım. Mav hem de öz devrindeki ait çok feylasufları. Hatta bu adamdaki şu tibabat ilmideki kitaplarında şu Avrupa tarafında ta ki yakın kadar derslik kılıngan, hatta çok üniversitelerde derslik kılıngan. Bu adamın töhmet kuşurga ölüvanlıki biri. Peygamberlik inkar kılgan, bir kısım adetlerini mevcudu inkar kılgan deb. Bu adamın tanqid kuşurgan, küfürlük ölen töhmet kılgan adam. Emeliyatta inşallah da emas. Şu aynı vaxtda bazı bir kısım kitaplarını bu şeylerin namıda küfri akideyle yazıp haqt ötelik. Ebu Ma'şer degan alim bunda yıldızlar ilmida, ilmi nucumdan ait meşhur. İbrahim el-Kermani bu üçte birden ait meşhur. İbn Nubata degan alim xutba, yani natiqlik san'atidan ait meşhur. Abul Faraj el-Asbahani muhazara, leksiya so'zlash, nutuq, ders so'zlash uslubidan ait meşhur. Abul Qasim Tabrani bo'lsa şu avali ilmida. Hem de avali degan bundoq, ali isnat mesela, ali ravi degan bo'ldi. Bu hadis ilmidagi bir atalg'i hamda. Bu ilmda hadis ilmidagi bir tur hamda şu ravilar haqidagi bir ilm. Bu Abul Qasim Tabrani bundan ait o'z zamonidagi yiganisi. Demisimi bu adamniki ait meşhur kitoblar va al-Mu'jam. Hem hadis ilmida meşhur. Ondan başka İbn Hazm el-Zahiri, bu adam zahir ilmida. Yani her bir Kur'an-ı Kerim hadis Resulullah'nınki hem de harfi ma'nisiga ahamiyat turdigan. Uniki hem de arqı ma'nisiga yoki yoshurun ma'nilariga ahamiyat bermaydigan. Resulullah dedimi dedi. Fakat bundan başka hech qanday gap ne qabul qilmaydigan. Ya falan vaqt degan, ya falan vaqt degan, bunda munosabatlar degan desmi uni unumaydi. Cho'qim dedimi shu bo'yicha amal qilamiz, ijro qilamiz deb qaraydigan. Shu fikirdagi adam. Ebu'l Hasan el-Bakri
bu adam yalğancılıqda öz zamanısındaki yiganisi ekan. Adam öz zamanısına ait yalğan qıssalarni, rivoyatlarni, yalğan hadislarni hatta to'qiydigan, to'qimchilikdan haya qilmaydigan holatga ulamolarniki tanqidga uchragan ekan. Hamda Hariri degan kim o desak, bu Muhammad al-Hariri o'zimiz shu eng mashhur ayni vaqtdagi adabiyot sohasida mashhur olimlarning biri, Basrada yashagan olim. Bu adamniki Maqomat nomli bir kitobi bor edi. Shu Sharqda, Andalusda, Mag'ribda, hatto bizning vatanlarda ayni vaqtda madrasalarda dars qilingan eng mashhur bir adabiyot kitobi bor. Shu kitob bilan mashhur, shuni demoqchi. Bu adam shu maqomat ilmida eng mashhur ekan. İbn Minda degan adam safarni jiq qildi ekan. Shuning qilganda bu adam o'z davrining zamonasidagi yigonisi mushatda. Mutanabbi mashhur, she'riyat ilmida nihoyat mashhur. Mavsali bu adam shu Bag'doddan Andalusga ko'chib ketgan adam. O'zi bu naqshchilikda nihoyat mashhur olimlardan biri. Soli degan olim shaxmatda nihoyat zamonasining yigonisi ekan. Xatibul Bag'dodiy o'zing bu adamning 80 tomlik bir tarix kitobi bor. Tarixi Bag'dod deydigan. Shuningla mashhur. Bu odamniki qiroat ilmidan nihoyat mashhur ekan. Bu Musa Jarlarniki shu 80 tomlik kitobni 15 kunda o'qib bo'lganligini anglagan to'q. Demek bu ishkil ise o'z zamonasiniki Musa Jarlarning shundoq kitobni tez o'qiydigan olimlarniki biri. Ali ibn Hilal bu adam da xattatlik ilmida da o'z zamonasining yigonisi. Ata Sulaymi bu adam da qo'rqinchida baq qo'rqaydigan odam ekanda o'z zamonasining yigonisi ekan. Endi Qozil Fozil degan adam shu adabiyot, maqolat ilmida, maqol yozishda mashhur ekan. Asma'i Navodir ilmida, Navodir degan nadir meselelerden ait meşhur o zamanlısınki yiganısınki. Eş'ab degan adam tamahurlukta yigan adam ki o zamanlısınki. Hem de Ma'bad degan adam mı şu Nakşi ilmida. İbn Sina bo'lsa felsef ilmida o zamanlısınki yiganlardan idi. Hem de Dumeyri degan olimniki hem de bu Jaloliddin Suyutiniki magapi tugdi. Lekin bunun sharisiga Dumeyri degan olim Muxtasar nomli bir kitobida qo'shimcha qilib, ya'ni o'z zamonasiniki yonlardan bir necha bayon qilib qo'yay debdi. Ibn Kalbi Sag'ir degan adam bu nasab ilmida Jumharat Ansabul Arab Arablarning nasab nomisini deydigan mashhur kitobi bor. Butun arab qabilalarining nasablarini yig'ib chiqqan. Mush adam nasab ilmida yana keyin mashhur edi deydi. Abul Hasan al-Madaini bu xabar ilmida mashhur adam ekan. Abu Ubayda degan bu bunda millatchilikdan ayt mashhur dong chiqargan ekan. Muhammad ibn Jarir at-Tabari hadis ilmida mashhur ekan sanatlik holatda. Abdurzaq degan adam bo'lsa, xalqlar bu odamning qishig'i jiq bor deganda taraf-tarafdan dunyodan. Buning bilan mashhur ekan. İyas degan adam bunda farosat ilmida mashhur ekan, dong chiqqan ekan farosatda. Abdulhamid degan bunda yeziqchilikda, vafodorlikda mashhur ekan. Abu Muslim al-Xurasani Abbasiylarningki davlatini tiklab bergan Xurasonlik qo'mondan. Bu adamlar irodasining keskin, himmatining yuqorliq bilan mashhur ekan. Ummara degan ozg'unlikda mashhur ekan. Fazl ibn Yahya degan Abbasiylarning Harun Rashidniki zamonasi o'tgan eng mashhur vazirlardan bu sehliq, mardlikda mashhur ekan. Ja'far ibn Yahya bumi aksi. Bu imzoda mashhur ekan. Imzoga aytdi. Hatto xalifa imzoni o'tkazib bergan buningga. Ma'mun Afuni yaxshi ko'rdi ekan bu xalifa. Ömer ibn As bu Resulullah'ın sahablaridan bayatın dersde öttü o aldık dersde Abu Bekir'e kumandan bir uruş bağında. Bu adam dahilikta nait zekiyken. Velid bu mu Umayyiler halifelerindeki ahir halifelerden bu arak içine meşhurken. Ebu Musa al-Ash'ari içinayet pakiz bunun da meşhurken. İmadul Katib cinas ilmida. Cinas yani söz özü okşaydıgan
şekilde ilki ma'nisi farqliq. Mesela olma deganga o'xshash. Olma degan yeydigan olmani mi bildirdi? Bir narsani amma degan olmani bildirdi. Shunga o'xshash, ha? Buni jinas ilmi deymiz. Ibnul bir narsani amma degan olmani bildirdi. Shunga o'xshash, ha? Buni jinas ilmi deymiz. Ibnul Jawzi Abu Faraj nomi bilan mashhur, va'zlar satdi mashhurga. Bu odamning va'zisini Bag'dodda shu vaqtda mikrofon yo'q. 60 ming odam tanishayotganda 60 ming bir so'rinda. Ibn Zaydun iboratini aytdi kangri. Mazmunluq adabiyotga ustoz so'z qilish mayirda bunday binas yozgan vaqtida mazmunluq yoza oladigan, kangri ma'nilik yoza oladigan. Ibn Fariya balog'at ilmida ham Joiz kim degan vaqtda Joiz degan bu Abbosiylar davrida o'tgan mashhur adiblarniki biri. Bu odamda adab, bayon ilmida o'z zamonasiga ega olar ekan. Bu odamning kitoblarida Turklarning fazilati deydigan bir kitobi bor. Nima shu kitobning ichida bir bob bor, shuni o'qib qo'yish tegishli. Turklarni yaxshi maqtagan, turklarni yaxshi tushungan odam bu. Turklar hozir qilma Turkiyadagi turklar emas, shu endi O'rta Osiyo kona Turkiston zaminidagi turklarni maqtagan. Badiul Hamzani saqlash, hibzi yodlash quvvati mashhur ekan. Abu Nawas degan bir shoir o'tgan. Bu odam shu buzuq ishlar bilan mashhur ekan hamda. Ibn Hajjaj so'zini sat gap qilgan odamki, shunga bilan mashhur ekan. Endi Zamaxshari bo'lsa arabchini bilishda eng mashhur ekanda. Imom Nasafiy jadal munozir ilmida mashhur ekan. Jarir degan kishi hamda hajviy ishlarda mashhur ekan. Hammadur Raviya degan odam arabning she'rida mashhur ekan. Muaviya Abu Sufyan birinchi xalifa Umayylardan. Bu odam qo'shiq kanglikda mashhur ekan. Chunki bu bir qisini deb qo'yaylik. Endi Muaviyaniki bir ochchig'ini keltirayman shu vaqtdagi arablardan birisi. Men bir Muaviyaniki bir ochchig'ini bir keltiray deb berib, Muaviyaga gapirdi-da, "Ay Muaviya, sening onangninki kasibak yo'g'onkan" desa, ochchig'ini keltiray deb berag'liqkanda hamda. Shuning bilan onamning shu kasib yo'g'on bo'g'ishqa dadam olgan deb javob berib kelgan ochchiq kelmay. Şunlar bu Arap bu gapning o'zini yana bir odamning qashig'i berib debdi-da, ashunga o'xshash gapni desa, shunlar o yana bir odamning ochiq gap ketib buni o'ttirib o'tgan ekan. Shunga arablarda Muaviyaniki kang qusoqliqi falon arabni o'ttirib o'tgan deb mashhur bir maqol tamsil va voqelik bor. Demak, mushi darajada qo'shiqkan odam ekanda. Ham Farabiy bo'lsa hamda qadimgi burungi odamlarniki, faylasuflarniki so'zni tushunishda, bilishda nihoyat mashhur ekan. Shu Yunon falsafasini Farabiy eng yaxshi tushungan, shuni yaxshi sharhlab mangan olimlarniki, faylasuflarning biri. Hunayn ibn Isaq bo'lsa Yunonchadan arabchaga tarjima qilishda eng mashhur ekan. Sabit ibn Qurra as-Sabi'i degan kishi bu kishi ayni davrdagi shu matematika ilmini arabchaga tarjima qilishda eng mashhur ekanda, matematika ayni vaqtida. İmam Faxr hamda Faxrda rozi bo'lish kerak. Bu hamda shu har qaysi ilmlarni ko'zdan kechirish, bilishda eng mashhur zamonasidan yeganisi ekan. Sayful Amidi tahqiqlash, bir ilmlarni tahqiqlashda nihoyat mashhur ekan. Amidiniki bir nima kitobi bor, usul fiqh kitobi bor, eng mashhur. Azarlarda dars qilindi, bu shu islom dunyosiga mashhur universitetlarda dars qilindi bugungi kunda. Nasirat Tusi bu hamda shu astronomiya ilmida, falakiyat ilmida eng mashhur o'z zamonasiga yeganisi. Bu Nasirat Tusi degan hamda Ulakuni Bag'dodga boshlab kirgan Shia olimi, shu vaqtdagi Abbosiylarning vaziri bo'ldi. Bu shu matematika, falsafa ilmida eng mashhur aynı vaqtdagi ulamo ham vazir, lekin bu ahli sunniyaga ait 3 kidan Ulakuni boshlab kirib Bag'dod xilofatini vayron qilgan, musulmon olimini vayron qilgan bir vazir. Buni Shialar ait yaxshi ulug'laydi. Shia buning katta nomida Ironda maktab bor. Universitet bor.
Nasriddin Tusi Universiteti deb universitet var. Bunun nurgun kitapları var. Hazır kadar okulyapti, ders qilindi. Tamam, aqida babida bu kitap meşhur bulup, buna İran'da hazır kadar Şialar ders qiladi. Ve meşhur kitaplarının biri hem de. İbn el-Haysam degan kishi matematik ilmida meşhur ekan. Katibi bo'lsa mantiq, logik ilmida ait meşhur ekan. Abul Ala Ma'arri bu faylasuf shoirlarniki biri. Şam tarafda o'tgan Suriya zaminida. Bu adam mesela lug'at ilmiga ait meşhur ekan. Shuni ko'rdigan, biladigan. Abul Ayna bo'lib qolsa, hozir javob. Boshqa odamdan jim o'qtirib qo'ydigan odamda hozir javob adamki. Muzabbad degan adam bexillikda meşhur ekan. Qazi Ahmad ibn Duat degan adam muruvvat, boshqalarning orasini yaxshi bitirib qo'ydigan, yaxshi hukm yurgizadigan sotda shunday meşhur adam ekan. Ibnul Mu'taz degan kishi tashbih ilmida, o'qitish ilmida meşhur ekan. Ibnur Rumi endi bu shumpal elish bunun bilan meşhur ekan. İmam G'azzali rahmatullohi alayh buna ait meşhur katta alimlarniki biri. Bu adam Kur'an'ni, hadisni, aqlni, ilm kalamni, mantiqni buna jug'lab bir yak ekkaga adam, jipni bir yak bog'lagan adam desak xatolashmaymiz. Ya'ni aqliyat ilmi bilan naqliyat ilmini, ya'ni Qur'on, hadis ilmi bilan aqli hukmni, mazmunni, ilmni bir yak jug'lay olgan, tartib sola olgan meşhur alimlarniki biri. G'azalining kitoblari odamniki qalbiga bordi. G'azalining kitobini o'qigan vaqtimizda qanchalik bir ixlos yozganligini tasavvur qila olmaymiz. Har bir so'zi odamniki yurakning qat-qatini yeriyotgandek gaplar bilan ifodalangan. Ibn Rushd rahmatullohi alayh bu odam hamda burunqi shu Yunon faylasuflarining kitoblarini xulosalashda falsafiy jihatdan bo'lsin, mayli tibobat jihatdan bo'lsin, bu odam shuni yaxshi xulosalab, yig'inchoqlab ummatga sungan. Bu Ibn Rushd hatta o'ziniki Bidayatul Mujtahid va Nihayatul Muqtasid nomli kitobi bilan meşhur. Bu 4 mazhab, hatta shu Zoiriylar mazhabidan birga qo'shib, shu 5 mazhab desak bo'ldi. Shu mazhablarningki orasini şu dini meselelerde, fiqh meselelerde, seliştirme fiqhida aldın Katar'daki yüksek derecelik ülmanınki biri. Hem öz devrindeki meşhur feylasuflarınki biri hem de. Bu kişi İmam G'azaliga bayatın sözgen İmam G'azaliga reddiye yazgan Tahafut namlı kitabı bilen meşhur. Ondan başka Muhyiddin Arabi. Muhyiddin Arabi özü Endülüs kişi Şam'da, artık Demeşk'te ölüp ketken. Bu adam hem de tasavvuf ilmida naiti meşhur. Ondan başka Fususul Hikam namlı kitaplarıyla meşhur. Hatta 2 tomluk bir tefsir kitabım var bu adamınki. Bu ulamalar arasında naiti bek köp ihtilaf yüz bergen, yüz urun sağan alimlarniki biri. Naiti nurgun tanqidlarga uçurgan bir kısımdır. Hatta bu adam aqlagan, hatta Suyutul aqlab kitap yazgan bu adam haqida. İbn Teymiye'yle, İmam Zahabi'yle bu adamı tanqidlagan, hatta şu vahdatul vücud aqidasini bu adam o'ttirib qo'ygan deb ulamalar arasida nurli tanqidlarga uchragan, bir qismlar arasida aqlangan. Bu adam şu aynı vaqtida o'z Endülüs tug'ilgan bo'lsa-mu, lekin keyingi davrlarda şu Sharq olimini, Arab olimini yurib, şu Damashqda, Koniyada, Armeniya arasida, Makka, Mısır, şu etrafında yürüp, ahirki hayatı şu Damashqda ölüp ketken Hicriye 7. asırındaki başlarda. Bu adam Sadreddin Konavi diyeniki kızını ağan. Sadreddin Konavi diyen aynı vaxtdaki Selçuklularniki en dağınık alimlerden biri Konya'da ötken. Müşinçlik. Hem de müşinçlik bugün biz şu Jalaluddin Suyuti'ninki Halifeler Tarihi namlı kitabıda diki biz birinci halife Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'ninki tarihini umumi cihetten tanışıp çıktık. Yani bu kitapta en köp halifeler tarihinde en köp yazılgan halife Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu iken. Bugün Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'ninki tercümalı müşinçlik olan tügde. İnşallah biz
keyingi darsimizda Ömür ibn Xattobniki tarjimalaridan boshlaymiz. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.